Shu tosh bitta buyrakni boshini yedi. Tak, o'rtoqlar, bugungi operatsiyamizda qurib qolgan, ikkilamchi qurib qolgan buyrakni olib tashlash amaliyotini bajaryapmiz. Buyrak butun tekshirishlar asosida qurib qolganligi tasdiqlangan. Nega olib tashlashga jazm qildik? Sababi shu paytgacha bu buyrak bezovta qilmagan. Oxirgi paytlarda bemorimizda qon bosimini ko'tarishga sabab bo'lgan va bemor qon bosimini ko'tarilgandan keyin ancha vaqt qiynalib, shu qon bosimi bilan kurashib yurgan, sababini bilmagan. Ikkinchi buyrakni saqlab qolish, ikkinchi buyrakning funksiyasini yo'qotib qo'ymaslik maqsadida organizmga yuqori qon bosimini salbiy ta'sirlar kelib chiqishmasligi maqsadida buyrakni olib tashlashga jazm qildik. Amaliyot ko'rib turibsizlar, laparoskopik usulda kesmasdan yangicha usullarda amalga oshiryapmiz. Do'stlar, mana ko'rib turganlarda qurib qolgan buyrak, qurib qolishga sabab bo'lgan sabab mana bu tosh. Mana shu tosh. Mana shu yerda tosh bor. Ya'ni uzoq vaqt tosh turib buyrakni quritgan. Hozir bu toshni olishdan foyda yo'q, sababi buyrak qurib bo'lgan. Mana shu tosh. Shu tosh bitta buyrakni boshini yedi. Mana qurib qolgan buyrak. Buyrak dirabli, kichkinagina qurib bo'lgan. Sog'lig'inglarga befarq bo'lmaydi o'rtoqlar. Qurish darajasiga olib keldi shu tosh. Hammaga rahmat.